İzzetlerimiz butkaligidan so'raganlar bor edi. 2022-yil 33 ming yurgan, avariya yo'q, kraskasi toza. Zavodskoy propan 159 motor. Yonboshda bo'ladi 22lardagi. Butkalarning holati yaxshi. O'rtacha endi xizmat qilgan mashina, yurganligi bor. 33 mingcha yurgan. Tag qismlariga keladigan bo'lsak, zapaskalari tushgan, lekin 6 ta baloni yangi ekan. Rasxoti yo'q balonda. Orqasi ham, oldi ham balonlari yangi. Butkasining holatlari, rezinkalari top-toza turibdi, ko'rishingiz mumkin. Orqasi bo'yi balandidan ichiga kirsangiz 1.85 lik bo'ladi. 1, 2, 3, 3 qaychi deb qo'yishadi. Bo'yi balandidan. O'zini shu alyuminiy zavodskoy zinasi. Butkasining holatiga keladigan bo'lsak, mana shu holatda. Bo'yi butkasining balandligi 1.90 bo'ladi. Ichkaridan shu 1.85 larga to'g'ri keladi. Nima qilmaysiz? Bo'yingiz tegmaydi ichkariga kirganda. Ozgincha xizmat qilgani bor butkasining ichini ham. Mashinamiz holatlari tashqi tarafdan koronalari ham juda yaxshi, yangi holatda turibdi. Hatto o'sha sotib olingandagi mana bu klyonkalarni ham ko'chirmagan ekan. Mashina qarab, yuvib, tozalab qo'yilmagan. Mana shu holatda bir qo'l sotib olyapmiz hozir. 22-yilga 9-oy mashina. Yurgan kilometri 33.764 kilometr masofani bosib o'tyapti. İzzetlerimiz butkalarda bilsanglar ozgincha boshqacharoq bo'ladi. Zavodskoy mana o'rindiq nima qiladi, qiziydi, orqa butkasini svetlari bo'ladi, bakoylari qiziydi, qaytariladi, palasi o'qiydi. 5 talik korobka, 6 talik, zadniy bilan 6 ta bo'ladi va 5 talik korobka, Euro 5 mexanika, zadniy vid kamera bor, video registratori bor. Oldi torpedani holatlari yaxshi, bundaqa iladigan narsa qildirgan ekan, ko'chirib tashlaymiz. Buni ham hali mashinaga qaralmaganda yuvilmagan ham changi bilan turibdi. Toza o'zini holatida turgan bo'lsa, qanday bo'lsa o'sha holatda sotib olaylik degan aka-ukalarimiz uchun yuvib tozalanmagan. O'zbekistonga borganda inshaalloh bitta moyka qilib olasizlar mana. Qaranglar, mana shu yerda changlari bilan turgan. Tozalanmagan mashina. Xo'p, mana bu butkasining kalti bor ekan. Ba'zi bir jo'natgan mashinalarimiz butkasining kalti chiqmayapti. Nima qilmaysizlar, mana videoda ko'rsatib qo'yaman butkasining kaliti. Qo'shimcha yana bitta kalti bor. Buni olib ketamiz mashinani. Böyle solib qo'ying. Xo'p, bu mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, bu narxi 12 ming. Shu yerda turishi mana shu holatda 12 ming bo'ladi. 2,5 mingcha yo'l kira binadi. 14.500 ga O'zbekistonga dastavka qilib yetkazib beramiz. Oldi buferlarida ikkita bor, xizmat qilgan nasoratlari ko'rsanglar mana. Ozgincha buferida, bu plastik bufer bo'ladi. Bu chiqib polirovka qilganda chiqib ketadi. Bunaqa bir strashniy joyi yo'q. Nisbatan tuzukroq mingan ekan. Eshiklarni yonlarini shumka qilib ko'rsangiz, ba'zi bir mashinalarda shumkasi bo'lmagan mashinalarda baribir ovoz kiradi-yu. Buni tepasidan boshlab pastigacha shumka qilgan ekan. 14.500 bilan O'zbekistonga yetkazib beramiz. Probegi ham yaxshi ekan, holati ham yaxshi, endi xizmat qilgani bor-u. Unchalik yomon holatda emas mashina. Rastomushkasiga 12 mingcha chiqadi, 26,5 minglarga aylanadi bu mashina sizlarga. İzzetlerimiz butka so'raganlar ko'p edi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Buni ham inshaalloh chiroyli qilib yuklab chiqarib beramiz. Eshigini yopib qo'yay. Shamolda yana qirilib qolmasin. Charmlari yaxshi, o'zining holati, tepada stop chiroqlari bor, orqa kamerasi bor. Mana shu mashina ekan. Sotib olgan mashinamizni kraskasini tekshiramiz. Hatto tekshirib olardik. Buni ko'rsatmasdim. 130 gacha normalniy bo'ladi. 60, 68, 71, 71, oldi krilo, odatda 55. Mana shu joylardan ko'proq avariya bo'lishi mumkin bo'lgan joylari.
75 63 62. O'tgan safar kraska bo'lgan mashinani ko'rsatuvdik. Oldidan shu yerdan kraskasi bo'lgan ekan 255 ko'rsatdi. Buni ham ko'rsatadi 130 gacha normalniy. Undan tepasi 150 gacha normalniy deyshadi-yu, o'zi 120 130 gacha hisoblaymiz biz. Ozgincha kirgan joyi bor ekan, hali e'tibor bermagan ekanman. Orqasida ko'rsanglar, unaqa kattalik muammo emas. Hatto kraskasi ham ko'chmagan. Bilmadim, nimadir. Avariya udorda asorati emas-u. Yukmi nimadir kelib urilgan bo'lishi mumkin. Ozgincha kirgan joyi bor ekan. Bolt yetsa, buni qo'l bilan chiqarib qo'ysa ham bo'ladi, rezina bolg'acha bilan. Ish mashina ekan. Oldi kapotlarni ham ochib tekshirib ko'rdim. Germetiklar, zavodskiy germetiklari o'ziniki joyida turibdi. Mana hozir tagini ham bir ko'rsataman. Taglari ham o'ziniki. Yonboshdagi germetiklari, bu taraflari ham holati yaxshi holatda turibdi. Mashinani motor qismini ko'rsatmabman. Odatda har doim motorni ochib ko'rsatardik. Motorlari ham yaxshi ekan, soatda ishlab turibdi. Mana. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli ishlab turibdi. Motorlari ham changi bilan turganda mana. Moylab, yaltiratib qo'yilmagan. O'zbekistonga borganda bitta moyka qo'yar ekanmiz. Ammo yaxshi mashina.